Hürmetli vatandaşlar, bu katan kıllık şeyimizde sizle məxsus Otur Asiya. Otur Asiya devletlerine münasebetlik ve şundakla Uygurlarga münasebetlik girelişip gelgen haberlerden likse arkalı haber taptınlar. Biz evvel bir tahlil kılaylı. Biz baştaki vaziyet doğrusu toxtalgandı şundak dedik. Hazır Cumhuriyeti saylam ahırlaştı. 3. ayının 18. günü Rusya Federasyası saylam ahırlaştı. Bir yıldan beri hazırlığı Rus ve Amerika Koşmuş Ştatlarının münasebeti doğrusu yakı undaq, yakı bundaq sözler bolğan emas. Ötken yıl 20 devlet başçıları yığınında Prezident Vladimir Putin bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump efendi uçraşqan edi. Şundan keyin münasebetler doğrusu da yani başka fikirler oturuğa çıkmagan edi. Bugün tuyuqsuzla Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Vladimir Putin'nin qayta prezident bulup saylanğanlığını təbriklep, Telegram tülpün bəgəndə tülpün arqalıq iki devlet rəhbəri, yoki iki devletin iki nəfər prezidenti pat arada uçuruşuduğanlığını qayıt qilishdi. Bulubmu Kreml sarayı üzdən bayanatı nem dedi? Həmkarlıq. Biz iqtisadi həmkarlıqla yolu qoyumuz dedi. Moşu söz, naiti kişini oylandırdığan söz bu. Ne için deseniz 2014 yıl 3. ayının 18. günü Rusya Federasyası Krimiye'de, Ukrayna'nın bir ülkesi Krimiye'de vaka payda kılıp Krimiye'ni Rusya'ya koşup alğandan keyin tatip taki hazırgıçı Amerika başçılığındaki Garp dünyası Rusya'nı iqtisadi cihati embargo kılıp geldi. Yakından beri bu embargo siyasetinin davamlaşqanlığı ve qaysı derece yetkenliği doğrusu artıq haber kömmedim ben şahsen. Biroq hazırgıç yani şu embargo siyaseti davamlaşıp atamda qandaq bunundan mutazı haber tapalmadım. Qısqası Garp dünyası Rusya Federasyasının Ukrayna ve Krimiya meselesiga alaqadar embargo qilgan. Bugün Prezident Vladimir Putin qayta prezident bo'lib saylandi. Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump tülpün alaqısı arqalıq bula uçuruşduğanlığını, söhbetleşidiganlığını, her qaysı türlü ve sahalar boyunca fikirleşidiganlığını oturup koygandan başka Kreml sarayının bayanatçısı bir sözü şundak ettik ki biz bu katım Amerika Qo'shma Shtatları bilen iqtisadi hamkorlik münasebetini sözleşimizdir. Demek bu şundak buladigan bolsa muz eridi deganlikdir. Endikileyle şu haberimizden ahırı neme dedik? Cumhuriyet'in reisi Xi Jinping saylandı ötken de birinci bekat tünci bulup ziyaret kıldıgan devlet Rusya Federasyası. Demek bu yıl 6. ayda Cumhuriyet'in Qingdao şehrinde Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın devlet başçılarının yukarı derecelikler yığını açıldı. Bu yığınga Prezident Vladimir Putin kilemdi, kemmemdi bu bir gap. İkincisi yığınga Prezident Vladimir Putin kilip katlaşkan deyken. Cumhuriyet'e yani Beijing'e ziyaret kıldığın planı bağ mı yok. Bu mu enik emes değildi yukarı haberde. Şundak değil. Hoş bu yerde vakit kaçan. Uçuruşuş, söhbetleşiş doğrusu Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump veya Aksaray bu doğruda bir narsa demedi. Uçuruşuş ve söhbetleşiş doğrusu da Cumhuriyet hükümeti şundak irade bağlıdır. Reis Xi Jinping şundak irade bağlıdır. Vakit kaçan, qaysı vakit? Mişədə naytı nazik bir iş turibdi. Avval Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin görüşemdi. Yoki Reis Xi Jinping bilen Prezident Vladimir Putin görüşemdi. Bu vakit intayin ciddi vakit bo'lishi kerak. Endikileyle Otur Asiya canlanışqa başladı. Otur Asiyada Özbekistan prezidenti Mirziyoyev o'tgan yili 9. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qildi. Otur Asiyada Qozog'istonning prezidenti Nursulton Nazarboyev bu yil 1. ayının 16. günü Amerikani ziyorat qildi. Hazır yani haber değildi Özbekistan'ın prezidenti Mirziyoyev yakında ya da Amerika'nı ziyaret kıldı değil. Karşı alınmaz. Nimene karşı alınmaz? Otur Asya devletlerinin moşu derecede oygunuştun yukarı seviyesi yaki oygunuştun yukarı çıra belvalları yakınlaşıp gelip Amerika Qo'shma Shtatları bilen münasebetini yaxşılaydigan moşu dereceye yetken bolsa buna karşı alınmaz hürmetli vatandaşlarım.
Yaqında bir xabarda bugun sizlarga elib chiqamanda tor bitimdan topolmay qoldim. Yaqında bir xabarda bundaq bir xabar kelgan. O'zbekiston gaz, tabiiy gazini Jungoga sotishdan to'xtatdi. Jungoga gaz bermaydigan bo'ldi dedi. Turkmaniston tabiiy gazini Jungoga sotishni to'xtatdi yoki Jungoga gaz bermaydigan bo'ldi. Yuqorqi xabarimiz nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llashi va arilishi orqali navbatda O'zbekiston va Turkmaniston o'zining tabiiy gazini Afg'oniston orqali Hindistonga kelib kelmoqchi edi. Bu intayin zo'r o'zgarish vatandoshlar. Bu iqtisodiy jihatda bog'lanib qilish va deri turish, iqtisodiy jihatda bodi keldi qilish degan gap intayin muhim gap. Hozir O'zbekiston va Turkmaniston qatorliq davlatlar va davlat boshliqlari o'zining tabiiy gaz va iqtisodiy bilim ishlarini Jungodan yiroqlashtirib Hindistonga yuzlangan bo'lsa, shunga diqqat qilinglarki, o'tgan yil 8-oyning 21-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandi O'rta Osiyo Afg'oniston strategiyasini e'lon qilganda Hindiston uningdan keyin Hindistonning O'rta Osiyoda Afg'oniston qurilishi qatnashishini taklif qildi. Demak, Hindiston va Afg'onistonni qayta qurish uchun Hindistonni taklif qildi. Bu Hindi Tinch okean strategiyasining, shundaqla O'rta Osiyo Afg'oniston strategiyasining bir-biriga giralishib ketgan siyosat ekanligini ko'rsatdi. Demak, shu nuqtaga kelaylik endi agar O'rta Osiyo davlatlari oxirida bir-birining kim ekanligini va qarindoshligini, etnik guruhlar ekanligini, shu rayonda, ya'ni Turaniya o'lkasida birga yashaydigan qarindosh millatlar ekanligini o'ylaganda, bugun Qozog'istonning poytaxti Ostonada ochilgan davlat, Turkmanistonning parlament a'zolari qatnashgan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qatnashgan Tojikiston davlatining yig'inini, yuqori darajaliklar yig'inini ham qo'llaymiz. Bu O'rta Osiyodagi bir yangi yuzlanish, O'rta Osiyodagi bir yangi boshlanish. Shu orada Yevropa ittifoqida Fransiya bilan Germaniya qanday rol o'ynayotgan bo'lsa, deyildi xabarda. Bugun O'rta Osiyoda O'zbekiston bilan Qozog'iston shunday rol o'ynayotdi. Kelgusida faraz qilaylik, g'oyamiz bilan so'zlab boqaylik. O'rta Osiyoning doirasi qayerdan qayergacha? Bu yerda muqaddas tuproq Uyg'uriston zamini bor. Ondan keyin O'rta Osiyoning doirasida Afg'oniston bor. Agar mumkin bo'lsa, kelgusida Tibet va Mong'oliya, tashqi Mong'oliya ham o'xshashli O'rta Osiyo degan shu jo'g'rafiy hukmning ichidagi davlatlar. Bu rayonda iqtisod, erkin savdo iqtisod rayoni qurishga bo'lamdi yo'q? Bu rayonda mukammal bir iqtisod gavdasi qurib chiqishga bo'lamdi yo'q? Bu bir. Ikkinchisi, hozir mustamlaka sharoit turayotgan Uyg'uriston masalasiga O'rta Osiyo buningdagi qanday qaraydi degan gap. Biz buni davrimiz, chunki biz Uyg'urmiz. Bizning vatanimiz, bizning millatimiz hozir Xitoyga mustamlaka bo'lib turibdi. Shunga O'rta Osiyodagi etnik qarindosh millatlar navbatda Uyg'uristonning mustamlaka bo'lib turishi qanday qaraydi degan. Iqtisod masalasi shuga kelaylik. Endilikdagi aylanib yana bir parag'ni boshlaylik. Bu parag'ni emas, sizlarga yaqindan beri biz Afg'onistonda harbiy baza qurdi Jungo, harbiy baza qurmoqchi bo'layotdi Jungo. Jungo armiyasi chegaraga askar yo'tkayotir, askar to'playotdi. Masalan, Sharq Turkiston Islom harakati partiyasi, shuningdek Sharq Turkistonda zo'ravonchilar, Suriyadan kelgan Uyg'ur qurolliqlari. O'tgandagi Bayxvoning so'zini leksiya qilib men sizlarga so'zlaganda ajoyib bir xabarni o'tirib qo'ydingiz. Bayxvo apandi degan edim. Chunki Bayxvo apandining qalamida va uning xabarida Uyg'ur qurolliqlari degan gap o'tirib chiqdi. Shundaqmi ya? Bayxvo Moskvada turishdiq. Amerika ovoz radio stansiyasining Moskvada turishdiq. Xitoy til programmasining muxbiri edi. Uning tarqatayotgan xabari yoki Beijingdan yoki Dehlidan emas. O bu xabarni Moskvadan tarqatyapti. Endi kelaylik, Jungo hozir O'rta Osiyoning Wuhan koridorida yoki Afg'onistonning Badaxshon o'lkasida harbiy baza qurgan bo'lsa, buningga ajabsinib qaraymizmi yo'q? Chunki Afg'onistonda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining odamgarchilik va insonparvarlik vazifasini atqarayotgan armiya qismlari, askariy qismlari bor.
askeri kısımları var. Bu askeri kısımları turgan muşundaq bir rayonda muşundaq bir yerde Jungo qandaqlaçı bu yerga yugurib kelib bir bazı qurallaydı degan savolni qo'yishga bo'lamdi bo'lmam. Bu savol toza aniq bo'lmagan savol bo'lib qoldigandekdir, hurmatli vatandoshim. Chunki Afrikada Djibut degan davlatda Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasi bor. U yerga Xitoy dengiz armiyasi yetib berib, Djibutda harbiy baza qurdi. Şununla seliştirganda Amerika'nın armiyasının Afganistan'da faaliyet kılışı ve Afganistan'ın Vahan koridorunda Xitay hükümetinin harbiy bazı kuruşu bu normal hadise mi? Uygur'a nispeten aytganda bu normal hadise emas. Lekin xalqaro tartib bo'yicha aytganda bu normal hadise mi qata? Endi bu yerda Xitoy hozir biz boshda aytdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishtirokati vakillari Amerika qit'asidagi davlatlar, Latin Amerikasi davlatlarini ziyorat qilganda Jungo yangi jahon ko'rdi. Jungo yangi mustamlikachi dedi. Hatta Afrikani ziyorat qilib, Jungo bu Afrika davlatlarini o'zining biqinda davlatiga aylantirib olgan dedilar. Buning ma'nosi mustamlikaga aylantirib olgan degan ma'noda so'zlangan so'z. Bugün Jungo hem Afrika hem Latin Amerikası devletleri şundakla hem Orta Asya bu sınıp görüş şeklinde. Mesela hazır Özbekistan qarz badi pul degan gapni ahırda anladık. Yani şunundaki Kazakistan qarz badi degan gapni şu yerda anladık. Muşunda qarz bir şeklinde bagan dollarning tinchliği ve omonati bo'lishi kerak. Mesela her qandaq bir davlat to'xtamni yirtib tashlashi mumkin. To'xtamga amal qilmasligi mumkin. Chunki iqtisod masalasi bu bor bo'lib qoladi, yo'q bo'lib qoladi. Muşundaq ahvollarda Xitoy hukumati Vahan koridor harbiy baza qurib, o'zining iqtisodiy